Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar torbetiga xush keldingiz. Mening ismim Nuriya Rahman. Men hozir Gretsiyaning Paris arlida. Hozir Ahad Turdining Sarson ruh nomli romanini o'qishni davomlashtiramiz. 3. Atxan bugun o'rnidan turdi. Asrab ümidab tursumu bugungi juma namoziga berish uchun barliq kuch-quvvatini ishga soldi. Akbar uning yenidan yerkatmay ko'z quloq bo'lib turadi. Atxan naiti tasta bo'yini sug'i oldi. Tarat oldi. Ondan Akbarning hamrohligida haram masjidiga bordi. U bir qo'lida kashini ko'tarib, bir qo'lida hosi tayoqni tayinib masjidga kirganda imom sura Fatiha bilan namozni boshlayotgan edi. Atxan jamoatga agishib namozni kelgan yerdan o'qishga boshladi. Juma namozi o'qilib bo'lgandan keyin imom munbarda qoyim bo'ldi va avval Allohga hamd va sano etdi. Ondan islom ulamolari yozgan bir tafsirni qo'liga oldi. Uning nazarida bu kitob barliq aql idrokning pokiz ham tugumas bo'liq edi. Buni o'qimay turib hech kim abadiyat sirlariga ishkirlab kira olmaydi. Imom kitobni ichib varaqladi va bu yerga ko'z yugurtgandan keyin masjiddagi hamma odam onlig'ida qilib amr-ma'ruf aytishga boshladi. Islom dini arshdan tushgandan, shunga u arsh a'lodek yuksak ham pok. Islom dini oxirgi din. Shunga u aql ham bilim dini, axloq dini, tinchlik dini, hayotlik va yashash dini. Bu dinni dastiga olgan durust odamlar ham Allohning, ham insonlarning orasida so'yimlik va sharaflik bo'ladi. Alloh taolo har qanday kishiga mol-mulk va husn jamol jihatlarida ulug'liq bersa, bu kishi moli bilan Allohning ojiz bandalariga xayr ehson qilsa, jamoli bilan Allohga toat ibodat qilib bandalik qilsa, kishilarga qarata izzat ikrom va tavazzu aylisa, u chaqda Alloh taolo u kishini o'zining xos bandalari qatoriga oladi. Xurason podshohlaridan bo'lgan Ismoil Samoniyning qishig'a bir kuni bir olim keldi. Podshoh u kishini nihoyat qizg'in izzat ikrom bilan qabul qildi. Keyin u olim qaytmoqchi bo'ldi. Podshoh taxtdan tushib, uni 7 qadam yergacha orqadan uzatib keldi. Podshoh shu kuni tushida Janobi Rasulullohni ko'rdi. Tushida Rasululloh uningga: "Ey Ismoil, sen mening olim ummatlarimni hurmatlab izzat qilding. Buning hisobiga men sening haqqingda duo qildim. Duoyimda Allohning seni aziz, mukarram qilishini, ol kishining orqasidan 7 qadam yergacha uzatib borganing uchun sening avlodingdan 7 kishining podshoh bo'lishini, ular uchun 7 do'zaxning o'tini harom qilishini tiladim. Mening qilgan bu 2 duoyim ijobat bo'ldi" deb bishorat bergan. Gunohdan, kibirdan va yomonliklardan yiroqlashgan kishi ma'naviy jihatdan pokizlangan kishidir. Bundaq kishilar xuddi Ismoil Samoniydak insoniyatning yetalaydigan eng yuksak martabasiga erishadi. Ular o'zini yolg'ondan, soxtalikdan, nodonlikdan qo'rib, ko'nglini, ruhini insonlarga foydali bo'lgan har xil bilimlar bilan bezaydi. Yaratgan Allah'ını söygəndək, yaratılğanlarını Allah'ның yaratqını deb chin ko'nglidan söyyüdü. Uluq Tanrı'nın bütün insanlarını o'xshash haqlar bilan yaratqanligini biladi. Shuning uchun o'zini boshqalardan ustun ko'rib, kibirlashmaydi. O'zini boshqalardan tuban ko'rib, qo'lini, beshini so'yib, haqning oldida kichiklab ketmaydi. Allohdan boshqa hech kimga qul bo'lmaydi. İmam sözüdün toxtadı. Köp sözləb ketkeşke javğayları köpüklenip, inəkləri xalqılışıb ketken idi. Cemaat namazını tarqadı. Atxan mu Akbarga yölünüb, aciz qadamlar bilan məsciddən çıxdı. Bu onun haram məsciddə o'qigan oxirgi cuma namozi bo'lib qoldi. İkinchilab bu yerga kelolmadi. Shu kuni uyga berib
deriz aldığı koyulgan karavatda sırtqı qarab yetib Akbarga mundaq dedi. Bolam, aldımızdaki peyshanba kuni bir az yağ purtib nazar qilgin. Men qo'shni qulum, do'st birodarlar bilan bir ko'rishib olay. Akbarning yuragi jig'g'idi qilib qoldi. Dada, bu nima degining? Dedi u andikandek ovozi titrab. O'zim bilaman, bolam, dedi Atxan meskin qiyofatda. Allah bana hayat berdi. Bu Allah'ın merhameti. Emdelikte bu hayat öz merhametini yo'qotgan ekan, men uni, yani Allah'a qaytarib berishim kerak. Çünkü ruhim öldü oğlum. Ruhim ölgen ekan, jismimning mo zarra hech qimmat qolmadi. Sırtda bo'lganda ekan, mana shundaqa avarchiliklarning xoli bo'g'ilib bo'lmaydi ekan. Undaq dema dada, deb zarlandı Akbar. Sen yaşın gerek. Biz çoğun g'oya uchun yaşamasak bo'lmaydi. Men sening yurtga cho'qim opiraman dada. Anam bilan, och singil qarindoshlarım bilan cho'qim yuz ko'rishtiraman. Sen undaq ümidsizlenme. Bizning bu g'oyamiz har qanday narsadan ustun, har qanday muhabbatdan buyuk dada. Biz yurtga cho'qim ketimiz, yurtimiz mangulik muhabbatning koni bo'ladi. Sen, men va bizga o'xshashlar cho'qim u yerdagi muqaddas hayotning shohidi bo'lamiz dada. Akbarning ko'zlaridan taramlab yosh ketdi. O ağzada şundaq degan bilan yurakida dadisining kundan kunga ojizlab bu dunyodan xuddi kash kuzning optipidek to'ydirmay ketayotganligini sezib qattiq azoblanayotdi. Kash kirdi. Atxan boy yotgan peti derazadan sirtqa qarab medirlamay yotatdi. O zaval qo'yniga ketayotgan quyoshga qarab xo'rsinib qo'ydi. Zulmatlik uzoq kecha yana boshlandi. Bu kunlarda Atxan osmonning kashlik manzarasiga qarab oxiratni eslaydigan, kashlik uningga yo'qolishdan bishorat berdigan bir xil vahimalik tuyg'uga chirmilib qolgan edi. Atxan bugunmi boshqa kunlardagiga o'xshash o'z-o'ziga nurg'un savol so'roqlarni qo'yib, uningdan o'ziga tasalli topmoqchidek bosh og'ri yo'q xiyollarga g'arq bo'ldi. Vatan muhabbetiga erishish nima degan tasha? Buning uchun kuchli qalb egisi bo'lish kerak ekan. Kuchli odamlar vatan muhabbetiga erisha oladi ekan. Ojizlar bo'lsa, hamisha erishish istikida yashaydi ekan. Buning sababi ana tuproqning oddiy tuproq emas, balki muqaddas, xosiyatli tuproq ekanligiga o'xshaydi. Odam tugul, jonivorlarmi ömrünün ahırda ni tağdavallarını, ulug' daryolarni ishib, o'zining ajdodlari asrlar davomida o'tgan yo'ldan adashmay qadimki makonini tepib kelalaydi. Lekin men nima qila oladim? Aqlli odam turib, aqlsiz jonivorlardek bo'la olmadim. Atxan osmonga xuddi tuvsiz hangdek bu qap-qorong'u bo'shliqqa qarab yetib, hasrat bilan shularni o'yladi. Akbar dadasining ra'yi bo'yicha payshanba kuni nazr o'tkazdi. Atxan nurg'un tonish bilishleri bilan ko'rishib, mung'lashib oldi va kashqurun Akbarni yeniga o'ltirg'izib, mundaq dedi. O'g'lim, inson uchun ortiqcha dunyo maishatning keragi yo'q. Adamning qo'li qancha uzarsa, ömri shuncha qisqaraydi. Pulparastlar mal dunyoni deb o'ladi. Huquqparastlar toj amalni deb o'ladi. Bahodir nom atoqni deb o'ladi. Hech nimani demaydiganlar bo'lsa, o'lmay hayot turadi.
Sen bu gapni esingda mahkam tut. Hergiz öz ehtiyacыңdan ortiq narsani deb jiningni uratma. Atxonning demi kesilib so'zdan to'xtadi. Birdam hümüdeb beshini töven egdi. Akbar uning dundisini, maydasini siladi. O bir az yaxshilangandan keyin asta beshini ko'tarib Akbardan so'radi. Balam, bizda birarsining omonatimi bormi? Bor dada, dedi Akbar o'ylabmi turmasdan. Rahmatlik Elimsha akamning 20 tillasi hozirgacha bizda omonat turibdi. Aqlingga barakalloh o'g'lim, dedi Atxon o'g'lidan rozi bo'lib. İnsanning yiltizi iymon balam. Lekin bu iymon halollik bilan bo'lishi kerak. Shunga hukmalar halolning yiltizi ming, haromning yiltizi bir deydi. Omonatga xiyonat qilganlarda iymon bo'lmaydi. Men o 20 tillani o'z qo'lim bilan olgan, lekin o'z qo'lim bilan haq joyga bera olmaydigan o'xshayman. Bu ish sening zimmangda qoldi balam. Qachon bo'lmasin, ashu 20 tillani Elimshaning qizini tepib topshirib bergin. Bu menga oxiratlik qarz bo'lib qolmasin. Xotirjam bo'l dada, dedi Akbar dadasining qo'lini chin tutib. Buni men hergiz unutmayman. Omonatni cho'qim egasiga topshiraman. Akbar bu so'zlarning dadasining o'ziga qilib atgan oxirgi vasiyati ekanligini zotali xiyoliga keltirmadi. Balki buni dadining bolaga qiladigan odatdagi nasihati deb tushunib, ko'ngliga hech qanday shak shubha yo'latmadi. Lekin mushu suhbatdan 2 kun keyinki bir atigandagi Atxon mangulik ko'z yumganda u hasrat nadomat bilan urib o'zini tutolmay qoldi. Dadasining surlik janozasi eshikdan lang urib chiqqanda bo'lsa, hasrat yig'isi bilan o'shidan katkila tas qoldi. Atxon mangulik rahat farog'atni o'zi elib, hayot g'avg'olari bilan tugumas malomatlarni o'g'liga qoldirib, 69 yoshida bu dunyodan ayrıldı. Atxonning o'limi Akbarga bakmi ig'ir keldi. Musofirchilikni oz degandek, u endi bu yurtda tikkandek yolg'iz qolgan edi. Shu kunlarda uning esiga mundaq chiroyli bir xalq maqolasi tushdi. Yağ yalaganda yat, qan yalaganda tuqqan asqatıdı. Lekin hozir uning birmi tuqqani yo'q edi. Tuqqan tugul onasining hayot mamatligini bilmaydi. Akbar dadasining ich og'riqida uzoq yil kasal tartgan odamdek jimg'ur xomush bo'lib qoldi. Tonish bilishlari Akbardan ahvol so'rsa, u hammaylanga o'xshashlar tikkandakli yolg'iz qoldim. Do'ppam tushsa, haqning yeriga tushidi. Kishiga saq, o'zimga og'riq yuribotman, deb javob berdi. 12. bab. Şafaat ve adavet. 1. Her qandaq güzel bostallıqlarda barmaqlarını qanıtıdığan tikanlar ösüdü. Çıraylı gülliklərinin arsıda zəhərlik yılallar yoşurnub yatıdı. Miladiye 1975 yılının Zulqayda eyida Akbar iğri köngsüzlüklərə duçar boldu. Onun Mekke asmanında pervaz qılıb şəhər uçup yürüyen şirketi Salamğa köz tekkendekli bir iş boldu. Bir ay ilgiri Akbar Hocumollani işxanasıga çağırdı. Hazır onun işxanası azada, körkem, zamanevi üskünlər toluq edi. Hava tanışıgıçının küçü bilen Mekke'nin 48 Selsiya gradusluq ısıqıdı mı, onun işxanası köl boyideki şipanlardaki salqın, sövrin turattı.
Kishilarga go'yo sirt bilan ishxona orliqida ikki fasl farqi bordek tuyuladi. Aka, sizning endi dam elishga chiqib, rahat, farog'at yashaydigan vaqtingiz keldi, dedi Akbar G'oji mollani sofaga taklif qilib o'tirg'izgandan keyin. Lekin dam elishga chiqishdan burun siz shirkatimizga oxirgi bir ishni qilib bering. Men sizni Germaniyaga avatmoqchi. Biz hozir Makkada bir paxta zavodi qurish planini tuzdik. Siz Germaniyadan shu zavodga kerakli zamonaviy mashina uskunlarni akilasiz. Aslida o'zim bormoqchi edim, lekin zavod qurish planini munosabatli o'rinlarga tasdiqlatmasam bo'lmaydi. Shunga sizni o'zimga vakil qilib avatyapman. Meningcha bundaq ishda sizning epingiz bor, tajriba saboqlaringiz bor. Shunga sizga ishonib bu vazifani topshirmoqchiman. Piqirga ishonganingizga rahmat ukam, dedi G'oji molla o'rnidan sal-pal qo'zg'alib. Inshaalloh, topshiriqingizni o'rindayman. G'oji molla Germaniyaga boradiganligini va bundaq cho'ng sodini o'zi bevosita qiladiganligini anglab, nihoyat xushal bo'ldi. Lekin u yerdan qaytib kelibla dam elishga chiqadiganligini anglab, ko'ngli bek yerim bo'ldi. Hozir uning yeshi gerçi 70 ga yaqinlashib qolgan bo'lsa-mu, lekin teni vijik o'roq bo'lg'ashqa texcha tetik teman edi. Mundaqli qaramoqqa amdala 60 yosh kirgan odamdek ruhliq, bejirim ko'rinadi. O shirkatning ishlariga ko'nib qolgan edi. Maishtimi yaxshi edi. Endi dam elishga chiqsa, nima qilar? G'oji molla birdan bekor turmaydigan, bekor turishnimi xolamaydigan odam edi. Saatning istirlikisidek tinimsiz chekildab turadigan kallasi uni ashundaq jim turmaydigan qilib qo'ygan edi. O plan tuzishga, tadbir o'ylashga usta edi. Biroq hammada oldi bilan o'zini o'ylaydi. O'zi uchun chot soqatdi. Agar foydasi tegmasa, chivinni badaniga qo'ndirmaydi. G'oji molla Akbarni maqtadi. Ko'ngil ko'tirdigan bir muncha yaxshi gaplarni qildi. Toki uning ko'ngli xotirjam bo'lganiga qadar valoqishib, ondan ishxonadan chiqdi. Lekin o'zining ko'nglida bo'lsa, kishiga aytqili bo'lmaydigan bir shum plan qad ko'tirdi. G'oji molla Germaniyaga berib chiqyaptidan keyin Myunxendan telegramma berdi. Telegrammaning teksti mundaq edi. Siz degan markadagi mashina uskunlarni ilib bo'ldim. 2 kundan keyin paraxod bilan yo'lga selib, ondan qaytdim. Bu telegramma atayin Akbarning ko'nglini xotirjam qilish uchun berilgan edi. Bo'libmi, oningda aytilgan siz degan markadagi degan so'z xuddi hushsizlantirish do'risiga o'xshash alohida maqsadda qo'shilgan edi. Darvaqa G'oji molla algan mashina uskunlarining markasi dal Akbar ko'rsatgan inovatlik zavodning dangliq va ishonchli markasi edi. Ammo mal undaq emas edi. G'oji molla bu ishda nihoyat abjillik bilan go'sh ko'rsatib o'tki setish usulini qo'llangan edi. O bu qitim Germaniyaga kelib, o'zining keyingi istiqboli ustida o'ylanib qoldi. Bu yerdan qaytib beribla dam elishga chiqadi. Dam elishga chiqqandan keyin Xudoyim o'z omonatini olganiga qadar yana yashashi, tirikchilik qilishi, bu dunyoning rohatini surish kerak. Ammo buningga pul bo'lmasa bo'lmaydi. Pul degan dunyoga qizbeti kelib, yana qizbeti ketadigan o'tliq narsa. Pul bo'lmasa hech ish qilg'ili bo'lmaydi. Hatto qo'rsoq ochganda bir nonni elib yeyolmay, ochlikda o'lib ketadi odam. Angyamini G'oji mollaning qalbidagi ko'na adovat edi. O mingteki davonidagi heliqi sharmanda ishlarni har qitim aslisa, otxonni choynivatkidek ochchig'i keladi. Agar shu chaqda ashu odam ko'rsimi, ko'rmasga selib o'tib ketgan bo'lsa, bu ish oshkorlanmay G'oji molla nurg'un nafga erishgan bo'ladi.
keyinki yo'qsullik, sargardonlik hayotimi bo'lmaydi. Texi uning shu chaqda qilgan bir muncha yomon gaplari-chi. Bu gaplar G'o'jimollaning jon-jinidan o'tib, yuragiga dard bo'lib o'rnab ketgan edi. Hozir otxon yo'q. Bu dunyodan allaqachon xo'shlashdi. Lekin uning pushti hozir shundoq ko'tarilib, rohat, farog'at yashaydi-yu, bundoq baxt nima uchun G'o'jimollaga nasib bo'lmaydi? G'o'jimollaning uningda nari kam? Har ikkisi o'xshashla bir musofir kelgindi-ku. Texi uning Akbardek bir seriq tukning qo'liga qarab qolgani cho'ng'xo'rlik emasmi? G'o'jimolla bularni o'ylasa, yuragi echishib, ko'zi qiziratdi. Allohning bundaq tangsiz adolatsizligidan zarlaydi. Zarlig'an siri Akbarligi o'shligi keladi. Ota adobati o'rlaydi. Bu qitim Akbar uningga eng oxirgi bir qitimliq so'di fursati berdi. Bu fursatdan cho'qim yaxshi foydalanishi kerak. Bu fursat o'tib ketsa, u umrlik nadomatda qoladi. G'o'jimolla ana shundoq harom xiyollar bilan Myunxenda bir soda dallalini topdi. Bu dallal kazzab, sapsapchi, kirmaydigan to'shigi yo'q apchilam edi. U G'o'jimollaning agitib qilgan bir ikki eg'iz gapini anglabla, uning ko'nglidagini to'liq tushandi va mo'rsiga shapaloqlab kamillari aql farosatda ojiz, urush so'qishda naqobil dedi o'zini samimiy kamtar qiyofatda ko'rsatib. Lekin so'di ishida banda tugul, Xudoni rozi qila olayman. Xotirjam bo'lsizlar, men hammani tushundim. Ular so'zlashdi, kelishdi. Eng oxiri agar ish G'o'jimollaning deganidek tushsa, so'da dalilini 5000 Amerika dollari bilan rozi qildigan bo'lib kutishdi. Ishlar tez ham o'ngishli yurishib ketdi. Soda dalili Myunxen shahri atrofidagi bir mahallaviy zavod bilan so'zlashib, 10 kun ichida paxta zavodiga kerakli mashina uskunlarini yasab berishni to'xtamlashdi. Ondan bir tonishi orqali 1000 Amerika dollari xarjlab, heliqi cho'ng zavodning dangdar markasini qo'lga tushirdi. 2 hafta ichida hamma ish bitdi. Saxta malga jing malning markasi chaplandi. Bu sodada heliqi dallal 5000 Amerika dollari, G'o'jimolla 15000 Amerika dollari ayon oldi. Uning nazarda odam g'ulab tushishdan saqlanish uchun bunda harom, yomon ishlarni qilishning o'zi bir xil botirlik hisoblanadi. G'o'jimolla Myunxendan qaytib kelib, 20 kunda mal yetib keldi. Bu araliqda paxta zavodining uy imorat qurilishimi bitib bo'lgan edi. Mashina uskunlar cho'ng zalga tushirildi. Bular joy-joyida qurashtirilsa, zavod ishga tushib ketalaydi. Akbar tepib kelgan ikki texnik mashina uskunlarini qurashtirishga boshladi. Bu ishga G'o'jimollami aralashdi. U Akbarning "Amdi Damilang aka, charchidingiz" degan nasihatlarga quloq solmay, o'z akalgan dangdar markaliq mashina uskunlarning ko'z oldida qurashtirilib, ko'z oldida ishga kirishini ko'rmoqchi va bu orqali o'z ishini oxirgi qitim shirkat jamoatiga ko'z-ko'z qilmoqchi bo'ldi. Shunga G'o'jimolla ertadan kechgacha texniklarning beshida devaylab, ulardan bir qadam munir bo'lmadi. Yana bir hisobda u texniklarning malning saxtaligini bilib kelib, davron qilishidan ansirabmi, ashunda qilgan edi. Xudoga shukr, qurashtirish ishi 3-kuniga qadam qo'ydi. Bu eng halqiliq tok yo'llari chetilib, sinoq qilinadigan muhim kun edi. Tushgacha hamma ish bitdi. Kunubkini bossila tok eqimi yurishib, mashina harakatlanadi. Shu topda G'o'jimollaning mu, texniklarning mu yuragi hayajondan qattiq so'qib ketyapti. Bir texnik
Bugün həcəbcik maşın ötüb getdi bir yerdən. Bir texnik tok mənbəsi ornatılğan tam tərəfə mаңdı. Quraşdırılğan maşınının yanında hücumlu bilan yana bir texnik qaldı. Kunupka chikkida besildi. Ko'zni yumuq ochqichi bo'lgan shu daqiqada ajoyib, dahshatlik bir ish yuz berdi. Tuyuqsiz gümbürligan ovoz yangrab, mashina portladi. Temir parçaları xuddi zambirak o'qlardek shiddatli chachrab, zalning tom to'rislarini o'tmitish qilib etdi. Partlagan mashinaning beshida qarab turgan hujumoli bilan heliqi texnik burda go'shga aylanib, shu yerda jon berdi. Yana bir texnik ig'ir yorlanib, tom tuvida yetib qoldi. Bu xabar jiddida ish bejirayotgan Akbarga yetkazilganda, qayg'u hasratdan uning beshi pirqirab, ko'ziga qorong'ulik tiqildi. Qo'lidagi ishni shu yerga tashlab, darhol Makkaga keldi. Angacha bu ko'ngilsiz xabar butun Makkaga gurrada tarqab bo'lgan edi. Hujumullah bu olamdan bahmu tuyuqsiz, nam nishonsiz ketib qoldi. Ketgandimi o'ziga yaxshilik qilib, beshini silagan shirkatning nurg'un pulini u dunyolik qarz qilib yuklab ketdi. Mana bu dunyoda pulga ko'z to'ymaganlarning ko'zini go'rning to'pisi to'ydirdi degan ulug' hikmat edi. Ikkinchi, bu xuddi japajub, vapataq degandek ish bo'ldi. Akbar paxta zavodida yuz bergan fojialik ishlarni bartaraf qilib, endi deb turishiga kutilmaganda yana koni xaridorlarning qattiq qismiga orasida qoldi. Bularning hammasi uningga mol buyurtib pul to'lagan do'kondorlar edi. Anlasak, mollaringizning hammasi Beyrutdan chiqolmay yetibdi. Beyrutda urush bo'lib atdi. Qurban etqi bo'lsa az qoldi. U mallar ulgurib kelolmaydigan bo'ldi. Pullarimizni qaytarib bering. Mana bu uning mol buyurtib pul to'lagan arab, hindi, o'zbek va hamshahar do'kondorlarning o'rtaq talabi va jiddiy noroziligi edi. Akbar bir necha yildan beri Germaniya, Fransiya va Italiya qatorliq joylardagi shirkatlar bilan mol to'xtam tuzganda, ular mallarni Bahrayinga yetkazib beradi. Bu mallar Bahrayindagi dengiz bo'g'izidan bir necha vaqt o'chirat kutib o'tib, ondan quruqliq orqali Jidda va Makkaga kelguncha 2-3 oy vaqt ketadi. Angacha yangi modlar chiqib, bu mallarning ba'zilarining vaqti o'tadi. Bozor kasotlashadi. Shunga Akbar bu qitim u shirkatlar bilan to'xtam tuzganda, buningdan keyin bizga avatadigan mallarni Bahrayinga emas, Beyrutga avatinglar, biz shu yerdan topshirib olamiz deb uqtirish qilgan edi. Degandek, ular mallarni Beyrutga avatdi. Lekin shu kunlarda qerishgandek Livanda parch-purat urushlari bo'lib, Beyrut jangijidan ichida qoldi. U mallarmi Beyrut tamojnasidan chiqolmay shu yerda besib qolgan edi. Akbar qattiq tanqislik ichida qoldi. Xaridorlardan yig'ilgan pullarning hammasini heliqi nas bosgan paxta zavodiga dasmoy qilib solgan edi. Bu pullar ikki odamning jeni bilan butun zavodni vayron qilib, Akbarni qattiq dag'da qo'ydi. Hozir uning qo'lida hech qanday pul yo'q edi. Xaridorlar bo'lsa, uni kundan kunga qistab kelib atadi. Savdo tijoratchi degan shu. Ular odamni emas, pulni to'naydi. Pul uchun urug' tuqqan qon qarindoshlarimmi ularga yot, begon edi. Akbar uyan o'ylab, buyan o'ylab, oxiri do'sti Harisning maslahatini elish uchun uni izlab keldi. "G'am qilma, adash. Hamma ish o'ng'ishib ketadi", dedi Haris Akbarning dard alamlarini anglab. "Paxta zavodi ishida seni toza bir qarab esibdi. Xayriyat, o'tgan ish o'tdi. Endi hozirgi gapni qilayli.
xeridorlaringga pulni qaytarmasang bo'lmaydi. Ularning andishisi yo'lliq. Buyurilgan mallar Qurban hayitdan burun ularning qo'liga tegmasa, bozor topolmaydi. Xeridorlaringning pulini qaytarayli. Bu pulni men sana üsümsiz qarz berib turay. Rahmat, Haris, rahmat, dedi Akbar o'rnidan turib, uning qo'lini mahkam qisib. Bu himmeting bilan sen meni ig'ir mushkulotdan qutuldirding. Akbar haqiqatan hayajonlangan, xo'shallangan, shuning bilan billa qadinas do'stining samimiy, g'arazsiz mehr shafqatidan qattiq ta'sirlangan edi. Endi Beyrutdagi mallar to'g'risida mening fikrim mundaq, dedi Haris xeyli cho'nqur o'ylangandan keyin. U mallarni mu hayitdan burun akilishning amalini qilmasak bo'lmaydi. Bo'lmasa ko'p ziyon tortib ketsan. Mening Beyrut tamojnisida yaqin bir og'inam bor. Men uning bilan telefonda so'zlashay. Sen shirkatdan oyga chaqqan ipi bor odamdan ikkini Beyrut qilmangdir. Ular mashinlarni tayyor qilib fursat kutib tursin. Shahardagi jangi jidallar biroz besiqqan vaqtda tamojnidagi heliqi og'inam mallarni chiqarib berdi. Ular darhol mashinlarga qochilib, kech kunduz to'xtamay haydab kelsin. Shunda qilsak, seningchi bo'larmi? Bo'ladi, albatta bo'ladi adash, dedi Akbar do'stining ahliga ditiga qoyil bo'lib. Yana seni avar qiladigan bo'ldim. O xijilchilik ichida beshni muloyim egdi. Sening mushqiliqlaring, dedi Haris bigiz qo'lini do'stining burniga tekkizib. Bizning aramizda bundaq takalluf gaplarning nima hojati? Undaq da'vatsang, men xijil bo'lib qoladi ekanman. Amsi demidim, bo'ldimi? Ular xuddi yosh vaqtidagidek bir-birini quchoqlashib kulishdi. Kulgandami chin yuraklaridan chiqarib samimiy va do'stonlik bilan uzoq kulishdi. 3. Harisning do'stona himmat shafoati Akbarning ig'ir mushkulliklaridan qutuldirib qoldi. Xeridorlarning qarzi to'liq to'landi. G'avg'olar besiqdi. Beyrut tamojnisidagi mallarmi Qurban hayitdan 10 kun burun yetib kelib, Makka, Toif va Jidda bozorlariga selindi. Akbar qaddini ruslab oldi. Vayron bo'lish girdobiga berib qolgan shirkati Salammi qaytadan jonlanib, yana erkin parvoz qilishga boshladi. Akbar hayitning 2-chi kuni atdiganda Harisning uyiga pahtilab keldi. Maqsadi mushu bahonada ko'nglidagi yurak so'zlarini aytib, uningga bo'lgan olamcha rahmat, tashakkurni bildirish edi. Lekin Haris Akbarga zodila so'zlashish imkoniyati bermadi. Aksicha, uning fikri xiyolini boshqa yoqlarga chechivatdi. Bu ishlarni tugadi, Akbar, dedi u qo'lidagi qahva damlangan kristal stakanni Akbarning oldiga qo'yib etdi. Endi g'amdan butunlay xalos bo'ldim. G'amdan xalos bo'ldim. Ras. Uning g'amlari butunlay tugaganmidi? Agar gapni puldan boshlashga to'g'ri kelsa, Akbarning hozir haqiqatan g'amsiz, boyashat, puldor odam deyishga bo'ladi. U Makka, Toif va Jiddadagi yurtdoshlar orasida ko'zga ko'rinib qolgan shaxs edi. Akbarning ilkidagi shirkati Salammi Yevropadagi bir necha davlatlar ichida dangdor edi. Uning hozir o'ziga xos 2 qavatlik zamonaviy turalg'i joyi bor edi. O'ltirdig'ini Amerikaning Cadillac markali esil Pickup edi. Cho'ng qizi Makkadagi Ummul Qura universitetida, kichik qizi bo'lsa Jidda universitetida o'qiyotdi. O'g'li Arman kunduzi o'tir maktabda arab bolalari bilan o'qiydi. Kechda oilada o'qituvchi yollab inglizcha o'rganadi. Akbarda hozir haqiqatan bola dardi, oila g'ami deganlar yo'q edi. Lekin nima uchundir Harisning so'zi Akbarni o'ylantirib qo'ydi. U rostilla g'amdan butunlay xalos bo'lgan odammidi? Akbar Harisga ajablanib qaradi. Go'yo
yürekini çırmap yatqan bir sualga onun ko'zidan javob izlamoqchi bo'lgandek, uning yo'g'on qapqara qo'y ko'zlarining ichiga tikilib qaradi va bir hazardan keyin g'alati bir savolni so'radi. Haris, sen chet ellarga chiqqanda eng uzoq turgan vaqting qanchalik? Haris bu savolning tegidagi ma'nilarini o'ylabmi o'ltirmasdan udilla javob berdi. 2 oy. Faqat Parijda ashundoq uzoq turib qolgan edim. Nemishqa uningdan uzoqroq turmading? Turg'im kelmadi-ku tang, chidamadim. Nemaga chidamading? Asmaqchilab so'radi Akbar. Bilmayman, dedi Haris va ko'nglidagi his tuyg'ularini bir xil harakatlar bilan tushuntirishga tirishib davom qildi. Ishqilib Makkaga qaytqim kelib ketdi. Go'yo g'oyibona bir qo'l meni shu yoqqa tortib turgandek. Mana bu muhabbat, dedi Akbar og'inasining so'ziga yakun yasab. Dunyodagi hech narsa tan kelmaydigan eng ulug', eng muqaddas ona yurt muhabbati. To'g'ri, deb xo'shalinib ketdi Haris. To'g'ri deding Akbar. Shunga men Makkani hech yerga tan qilmayman. Gerçi bu yer qaqas issiq bo'lsa-mu, lekin o'sha go'zal, havoliq Parijg'imi, Rimg'imi, Londong'imi tan qilmayman. Bu yer go'yo mening qalbimda 7 iqlimda yo'q go'zal jannat. Akbar shuklab qoldi. Chiroyidan echinishliq bir qiyofat, murad maqsadiga yetolmay hasrat, nadomat chekayotgan bir odamning mungluq qiyofati aks etib turadi. Haris do'stining chiroyidagi bundoq azobli holatni ko'rib, oldirab so'radi. Nima bo'lding Akbar? Chiroying g'alati bo'lib ketdi-ku. Ha, Haris. Bildim. Haris xato qiyos qilmagan edi. O'zining boya hayajonlanib ketib qolgan so'zi bilan Akbarning yurakidagi ko'ni yarini qattiq tirnivatgan edi. Boya g'am to'g'risida gap bo'lib qoldi Haris, dedi Akbar uzoq jimliqdan keyin cho'nqur bir o'xsinib qo'yib. Hozirgi oilamni, turmushimni, savdo tijoratimni desa, men haqiqatan g'amsiz odamman. Lekin mening yuragim yanada xo'shal, baxtli emas. Mangu yo'qolmas bir g'am hamisha meni azoblab yuragimni o'rtaydi adash. Bu ham boshqa narsa emas. Boya sen aytgan shu muqaddas vatan muhabbati. Inson qalbidagi vatan muhabbati o'z atrofidagi qarindoshlariga, o'zing cho'ng bo'lgan shu shahar, shu sahro chetidagi egiz past to'piliklarga, uning yenidan shildirlab eqib turadigan buloq suvlarga, bahor kelganda gul g'unchalar bilan sumbul notalarga to'ladigan idirliqlarga, jiroqlarda ko'rinib turadigan azim tog' daryolarga, sen maktabga boradigan yo'llarda o'sgan chechak bo'stonlarga bo'lgan muhabbat ekan. Men bu narsalarni bir kunmi asdan chiqarganim yo'q Haris. U hamisha dilimda chiroqdek yenib turadi. Men bargan sari cho'nqur his qilyapman. Vatandan ayrilgan odam ba'ayni badandagi o'lgan hujayraga o'xshash bo'ladi ekan. O'lgan hujayraning nima qimmati? U xuddi chashqi tushgan kepakdek yiltisiz, qadrsiz narsa emasmi? Men hozir ana shu qadrsiz kepakka o'xshayman. Akbarning ko'zlaridan g'illada yosh agidi. Bu ajoyib bir yosh edi. Uningda uzoq yillik judolik, tashnoliq va cho'nqur muhabbatning mujassamlashgan jilvasi namoyon edi. Shundaqla bu yosh issiq, suzuk, ammo bejirim bir erning yuragidan eqib chiqqan ochiq yosh edi.
bu günlerde Ekber medresede okugan kitaplardan Zəlili'nin bunun sözünü pat-pat əsləydiğən bolup qalğan idi. Başqa əldə musabir bolup yürüp padişahlıqni qolğa keltirsanmı, haman dili sunuq bulbuldek gurbetçilikdə ötsən, öz yurtыңның pıraqıda örtünüsən. Rast, özünün yıldızını, tarixini, yurt makanını bilmegen adam xuddi payansız dəşt bayavanda ezip yürgen natıvan balığı oxşup qalamamdı. Esil nazu nimetler tızılgan azade mihmanxanını iğri sükunat qapladı. Ekbermi, Harismi öz xiyalları bilen cimmede olduratdı. Əzəldin kən fikirlik, hissiyatı güçlük adamlar azapdın, dərtdin xali bolğan emas. Helimi çididin Ekber, dedi ahir Haris aradaki iğri cimliqni bozub. Təqdir sizlərə bəkmi adalatsizlik qıldı. Atxan akam bu yolda köp riyazet çekip ahir şu dərt bilen közü uçuq degide ketib qaldı. Əmdə sən bolsanmı mundaq iğir judalıqqa xatimi berip yurtqa bir barsan bolatdı. Biz bunun bir amalını qılaylı adaş. Dünyada halqı qılıb olmaydıgan davan yok. İki dost xeyli vaqtqıca paranlaşıp olturdu. Paranlaşqan siri xuddi birinin jürkide yana birinin jürkini illatquchi nuru ve hararet bardek, bularning ruhi ve cismi canlanıp boyiqi mung ve azapqa to'lgan so'lg'in kayfiyat asta-asta ko'tarilib ketdi. Xo'sh, bugun mush yergacha o'qiylik. Kelar qitim mazkur romanning eng oxirgi bölümünü o'qib berman. Diqqat bergaysiz. Allohga omonat, omon bo'lib. Xayr xo'sh.